Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga mana dizayni, narxi jihatdan, sifati jihatdan o'ta qulay kabinani tavsiya qilaman. Hozir bu yangi kelgan kabinalarimiz bir partiyasi tugab bo'ldi, hozir ikkinchi partiyasi keldi. Bu ham tez sotilib ketyapti. Narxi qulay, o'zi ko'rinishi, sifati yaxshiligi uchun juda xaridorbob bo'lib turibdi hozirgi kunda. Videoni oxirigacha ko'ring. Hamma ma'lumotlarni berib boramiz. Narxini videoni oxirida aytaman. Mana shu kabinamiz tomdan, tepadan, qo'ldan sepadi. Ikki xil suv sepadi. Sovun shampun qo'yadigani bor. Hozir ko'rganinglar oq varianti, mana bunisi seriya varianti. Oqi seriyasi 90 ga 90 birga biri bor buni hozirgi kunda. Mana shu qo'ldan sepadi. Tepadan, tomdan sepadi. Ikkitasi dimoxod, ana sovun shampun qo'yadigan. Orqasi akril, oldi shisha. Vannasi baquvvat. Endi buni eng qiziq joyi narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, oqi 90 ga 90 kichkina razmeri 3,5 million. Xo'p, seriyasi 3 million 600. Birga biri oqi 3 million 800, birga bir seriyasi 3 million 900. 100 ming farq qiladi. Agar narxi yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariya yozib, bu videoni uylanmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi.